Assalomu alaykum. Xudo xolasa katta ham bitta, katta yo'lxonamiz bitta. Qisqachagina tezroq obzorlarni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa zaxira bochkalariga suv 750 talik bochka qo'yib berganmiz. Zaxira suvlari xudo xolasa bitta qilingan ishlarimiz sovuq suv sistemalarini, kranlarini qo'yib turib, hammasiga alohida taqsimlab berganmiz. Hozir bitta boiler qo'yib berganmiz. Ikkita ariston qo'yishmaydi. Ularga alohida suvni ochganda sraz issiq suv keladigan qilib turib, nasoslarni qo'yib turib, boilerning sistemalarini hammalarini yig'ib berganmiz. Hozir bitta katta yo'limiz bo'lyapti. Katta yo'limiz ham 30 kilovatlik katta yo'l bo'lyapti. Teploman katta yo'l bo'lyapti. Xudo xolasa yonishlarini bitta ko'rsalaringiz bo'ladi. Hozir xudo xolasa bitta gidrostrel kollektor terib berganmiz. Gidrostrel kollektorimizning ustunligi hamma narsaga alohida taqsimlab beradi. Hozir bitta bu konturimiz radiatorga, bunisi tubli polimizga, bunisi uydagilar alohida tashlab qo'yishgan. Xudo xolasa kelajakda ishlataman deb turib, bunisi boilerimizga bo'lyapti. Boilerimiz ham bitta ustunlik tarafi katta yo'limizda isiydigan bo'lyapti. Xohlasalar katta yo'lda, xohlasalar terni isitadigan bo'lyapti. Akalar, ishlarimizga bitta baho berib qo'yasizlar, ko'rib yoqqan bo'lsa layklar bosib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizga rahmat.